Assalomu alaykum. Bu galgi mavzuimiz Arsenal. Arsenal jamoasi 1886-yilda temir yo'lchilar tomonidan tashkil topgan. Arsenalning ma'nosi to'pchilar, haqiqiy to'pchilar jamoasi hisoblanadi. Arsenalning ashaddiy raqibiga keladigan bo'lsak, Arsenalning ashaddiy raqibi bu tovuqlar laqabli Tottenham Hotspur jamoasi hisoblanadi. Arsenalning yulduzli davri men uchun 1938 va 2006-yillardagi Arsenal hisoblanadi. O'sha davrda Thierry Henry, Robert Pires, Dennis Bergkamp dunyo tanigan yulduzlar Arsenalda harakat qilgan. Arsenal o'sha vaqtlarda chempionlikni ham, Chempionlar Ligasida finaliga ham chiqqan. Faqatgina Chempionlar Ligasi finalida uchrashuv hakamlarining xatosi tufayli biz mag'lub bo'lganmiz. Arsenal jamoasi 2006-yilda inqirozga yuz tutdi. Bu inqiroz moliyaviy inqiroz bo'lib, jamoaning ichki tuzilmalariga ham o'z ta'sirini ko'rsatdi. Jamoaning bosh murabbiyi Arsene Wenger haqiqiy to'pchi edi. Arsenal gullagan paytda ham, Arsenal cho'kkan paytda ham u jamoani tark etmadi va bir muvozanatda ushlab tura oldi. 2004-yildan keyin va nihoyat biz chempion bo'lishimiz mumkin. Faqatgina o'z o'yinimizni ko'rsata olsak, hozirgi kunda chempionlik uchun eng yaxshi imkoniyatdamiz deb ayta olaman.